vatan, ne insonlar ulg'aygan, voyaga yetgan, ularning faslu komili uchun jon fido etgan ona zamin. Dunyoda vatanning yaxshi yomoni, chiroyli xunigi, katta kichigi bo'lmaydi. Armiya bu xalqning kuch-qudrati tayanchidir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidning Armiya va tarbiya she'rida bu narsa aksini topgan. Milliy armiyasida shoirlar ham safdoshdir ta'lim tarbiyasida. Ya'ni har bir ijodkor, har shoiru yo adib sardor bo'lmog'i kerak, bilimdon va botardir. Har jangovar askarlik biz ham tengdoshlarimiz, qalamla qurollangan qurolli kuchlarimiz. Kim Temurxon boboning qudratini bilmagan, bo'lgan lek orzuga, lek xayolga yetmagan. Qilgaydir g'urur kamoliga, Timur beklar maktabini javobdir savoliga. Inchunun har bir zobit, har sipoh, har bayroqdor kechgan shonli janglardan bo'lmog'i shart xabardor. Millat hokim boylarin tavof qilsa arziydi, zafarnoma yaratmish Mavlono Ali Yazdi. Davlat foydaligining yangi guvohnomasi zafarnoma emas, bu buyuk hisobnomasi. Barmoq uzuklaridan hanuz saboq olgaysan Temur uzuklaridan. Butun olam aqliga harbiy nomamdir mening, jangnomam, kurashnomam, Boburnomamdir mening. Vatan jon vatandadir. Jon vatandir. Vatanparvar insonlar jon chekib, jon tikkandir. Yolu vatan uzra to jono bor deb aytgan kishi xat etar toki imkoni bor deb aytgan. Navoiy bobolarimiz timsol keltirsam agar necha ming ko'ngillarini ulatmog'i muraqqat. To'xtab. Har shoir, har askarga qat'iyat, shiddat kerak, asli shijoat kerak, ilmu ma'rifat kerak. Bunda har on asqatar, aqlu farosat, dunyoviy bilimlar ham matonat va sadoqat. Bu qanday dildor diyor, askarlari ham bedor, shoirlari ham bedor. Ammo olam avzoyi, kecha kunduz tolatim, boyisin aytolmagan Aliyo Aflotun. Titrar domla aytganday, dunyo kurash maydoni. Bir tomoni toshqinlar, yong'indir bir tomoni. Dunyoning dunyolikka qolmaganday hol ham. Urg'un borat urushlar davom etadi hali ham. 37 ming xalq, 37 ming xalq, qalbimdasin. Qalbim sen ham shu safda hushyor bo'lgin, uyg'on qalq. Toki xavfu xatar bor, shudir temir tarbiya. Har birimiz posbonmiz, har birimiz armiya. Xalq va vatan tashvishi barchaning teng ishidir. Bugun bezovta ham xavfsizlik kengashidir. Shu boisdan tinchligu, tinch osmoningga sharaf. Biz ezgulik tarafmiz, bizlar xalqimiz taraf. Mening ham ko'ksim to'la g'urur bilan iftixor. O'zbek armiyasi bor, o'zbek xalqi ham poydor.
O'ylasam shu vatanni jimirlar ko'ngillarim, ey mening sarbozlarim, mening generallarim. Shonli, sharafli diyor, shu safda men ham borman. Ne baxtimki, saodat baxtimga daxldorman. Dunyoda vatan Dunyoda vatan tanho, xalq u millat yagona, millat bedor bo'lsa, gar tinch bo'lgaydir zamona. 37 milyon xalq, yana shuncha dil yurak. Hushyor yashamoq kerak, hushyor yashamoq kerak. Million beshikda chaqaloqlar lashkari tamshanib o'smoqdadir chaqaloq kelajakning askari. Lashkar bexatar bo'lmas, aytib ketgan bobolar, onalar duo aylar momolar. Ona yurt, ota makon, men ham bir askaringman. Uzoq qalamim birdan xizmatkor navkaringman. Angladimki dunyoda na jon na tan abadiy, faqat vatan abadiy. Mening ham har bir she'rim hayotu mamotimdir. Oliy bosh qo'mondonga ishlan